Demak, dasturimizni davom etamiz azizlar. Eslatib o'tamiz, tomosha qilayotganingiz Fayzli musiqiy dam olish dasturining jonli efir soatlari. Biz studiyaga qaytdik va G'ofur aka bugun ham studiyamizda mehmonlarimiz bor. Jaraxon Shahrisabzdan mehmonlar keldi. Ismlarini bilmayman, bemalol tanishtiramiz bugun. Mana shu demak, mehmonlarimiz bilan demak tanishib o'tamiz. Avvalo xush kelibsizlar deymiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamadingizlarmi? Ertalabdan tog'li Shahrisabzdan kelguncha ob-havolar qanday? Yaxshimi? Demak, mehmonlarimizni tanishtirib o'taman. Shahrisabz davlat pedagogika instituti jamoasidan Kumush Daminova, xorijiy til nazariyasi va amaliyot kafedrasi assistent o'qituvchisi, Iroda Ne'matova, xorijiy til nazariyasi va amaliyot kafedrasi katta o'qituvchisi va Fayyoza Xo'jamurodova, mana shu fakultetni kafedrasi katta o'qituvchisi. U kishi ham o'zlari uchovlari ham demak bir xil faoliyatda, bir xil fakultetda faoliyat olib borishadilar. Xush kelibsizlar. Demak, Fayoz opadan boshlaymiz ma'lumotlarni. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? A'lo, yaxshi. Rahmat bizni taklif qilganingiz uchun. Biz xorijiy til nazariyasi va amaliyot kafedrasida ish faoliyat yuritamiz. O'zi pedagog sohasida 10 yildan beri ishlab kelaman. Bu Shahrisabz davlat pedagogika institutiga mana 4-yil. Faoliyatim jarayonida hozir ilmiy ish bilan ish olib boryapman. Ilmiy ishim saxiylik konsepti haqida va ingliz va o'zbek tillarida saxiylik konseptini madaniy tahlil qilish. Ya'ni inglizlar va o'zbek ingliz madaniyatida qanaqa, o'zbek madaniyatida qanaqa, shuni yoritaman. Faoliyatim jarayonida ilmiy ishim yuzasidan 30 dan ortiq maqolalar chop ettirdim va yaqinda darslik va o'quv qo'llanma hamda 2 ta uslubiy qo'llanmalarni nashrdan chiqardim. Juda ham yaxshi. Demak, sizda ham ilmiy ishlar ketyapti ayni fursatlarda. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif qilganlaringiz uchun juda ham xursandmiz. Men ham Shahrisabz davlat pedagogika institutida 4 yildan beri ish faoliyatimni olib boryapman. Hozirda katta o'qituvchiman. Qarshi davlat universitetida mustaqil izlanuvchi sifatida o'qiyapman. Ilmiy ishim asosan reklama, o'zbek va ingliz tili reklama matnlarida buyruq undanini ifodalovchi vositalar va ularning leksikografik xususiyatlari haqida. Hozirgi kunda bilamizki, reklama bu juda ham zamonaviy, ommabop bir vosita hisoblanadi. Har bir hayotimizda kerak deb o'ylayman. Madaniyatimizda, iqtisodiyotimizda, siyosatimizda va shu haqda reklama matnlar haqida ilmiy ish olib boryapman. Kafedramiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, kafedramizda 30 ta ingliz tili o'qituvchi mavjud. Nafaqat ingliz tili, balki nemis va xitoy tillari ham o'rgatiladi. Talabalarimiz juda ham iqtidorli. Deyarli 90% talabalarimizda xalqaro va milliy sertifikatlarga ega. Men ham ish faoliyatimda 2 ta o'quv qo'llanmam, 2 ta uslubiy qo'llanma va 30 ga yaqin maqolalarim mavjud ilmiy ishim doirasida. Rahmat. Juda ham zo'r. G'ofur aka bugun xorijiy tillarni bilganlar uchun umuman imkoniyat eshiklari juda ham katta, ochiq. Bularni esa aynan mana shu bizning mehmonlarimiz misolida ham bilish mumkin. Bular ilmiy faoliyat bilan hozir ayni fursatlarda band va navbatdagi mehmonimiz men ham Shahrisabz davlat universitetida 4 yildan beri ilmiy faoliyat ish faoliyatimni olib boraman. Ish faoliyati bilan birgalikda ilmiy faoliyatimni ham boshlaganman. Qarshi davlat universitetida mustaqil izlanuvchiman. Ilmiy rahbarim Yaxshiyeva Zebo Rashidovna ilmiy rahbarligi ostida o'zbek va ingliz romanchiligida ayollar obrazi talqinlari mavzusida ilmiy ish olib boryapman. Asosan ilmiy ishimda ingliz adabiyotida hamda o'zbek adabiyotida ayollar obrazi qanday talqin etiladi, o'shalarni taqqoslab ilmiy ish olib boryapmiz. Juda ham qiziqarli mavzu. Bugun endi ilmiy ishlar haqida ozgina savol berib o'taman. Aynan mana shu ilmiy ishingiz davomida sizni e'tiboringizni tortgan o'sha qaysi ayol bo'ldi, masalan, ingliz adabiyotida va o'zbek adabiyotida eng sizni yuragingizni larzaga solgan va havasingiz ortgan, ikkovini taqqoslasa arziydigan. Ingliz adabiyotida Jane Austen ijodi misolida Jane Austenning Andisha va g'urur asarini juda ham sevib o'qiganman va undagi Elizabeth Bennet obrazi juda ham yoqqan, chunki u jamiyatda o'z o'rnini tutgan, jamiyatda o'zini o'rnini egallash uchun chin dildan harakat qilgan, barcha to'siqlarga qarshi tura olgan, o'ziga ishongan ayol sifatida tasvirlangan. O'zbek adabiyotida esa Saida Zununovaning
bir qancha nasriy asarlarini o'qib chiqqanman, jumladan So'qmoqlar asarida ayollar obrazi o'sha urush davrlarida turmush o'rtoqlari uzoqdaligida sog'inch hissini ko'proq tasvirlagan Saida So'nova. Ajoyib. Rahmat. Albatta Chiroyli. bizni yurtimizda ham mana shunday tumaris ayollarimiz juda ham ko'p. Albatta taqqoslashga arziydigan. Va bu ilmiy ish hali ancha payt davom etib izlanishlar hali ko'p bo'ladi bu borada, chunki haqiqatdan ham o'zbek ayollarimiz o'rgansa arziydigan jihatlar juda ham ko'p. Ayniqsa hozir rivojlanayotgan davrimizda ayollarimizga yuksak ehtirom, hurmat, hozir ayni paytda ayollarimizga e'tibor ancha qaratilyapti-ku, shuning uchun ham dolzarb masaladir. Albatta. Va mehmonimizga yana bir savol bermoqchi edim. Hammada endi ilmiy ishlar, mavzular juda ham qiziq va saxiylik borasida. Eng qiziqtirgan joyi qaysi bo'ldi? Mana shu ilmiy ish qilish jarayonida qandaydir bir qiziq faktga uchragan bo'lishingiz mumkin. Qayeri sizni aynan qiziqtirdi? Qaysi nuqtasi? Saxiylik bu o'zbek madaniyatida bu mehmondo'stlik, qo'ni-qo'shnilarga yordam berish va insonparvarlik jihatlari bu an'ana sifatida bizni qon-qonimizga singib ketgan. Biz uni Alisher Navoiyning asarlarida ham Hayratul Abror asarida ko'rishimiz mumkin. Keyin bir qancha o'sha tildan tilga kelayotgan maqollarda va ertaklarda ham biz ko'rishimiz mumkin. Ingliz adabiyotida esa bu bir ozroq madaniy jihatdan farqlanadi. Ya'ni u insonparvarlik insonni o'zini shaxsiy ruhiyatiga bog'liq bo'ladi. Bizda u an'ana tarzda bo'lsa, u ingliz adabiyotida esa biz mana tadqiqot jarayonida shunga guvoh bo'ldimki, jarayonda insonni o'zini shaxsiy ruhiyati bilan u insonparvarlik, saxiylik rivojlanadi. Biz bir necha asarlarda buni ko'rib chiqdim. Haqiqatan o'zi bugun to'g'risini desam G'ofur aka suhbatlashsak, suhbatimiz kun davomida ham davom etadi. Lekin chiroyli kitoblar bor ekan. Kitoblar bu albatta Bizda xorijiy til nazariyasi kafedrasida talabalar uchun o'qitiladigan qiyosiy tipologiya fanidan yaqinda chop etilgan darsligim va o'quv qo'llanmam. Rahmat talabalar deymiz. uchun asqotadi har doim. Va endi bugun vaqtimiz juda ham kam qolgan va mehmonlarimiz ko'pligi bois suhbatimiz mana shu yerda endi hozircha yakuniga yetadi va keyingi safar va'da beramizki, suhbatni yana ham chiroyli tarzda olib borib, mavzuni yana ham ochishga harakat qilamiz va sizlarga esa bugungi tashrif uchun rahmat deymiz. Xush kelibsizlar yana bir bora deymiz va ilmiy faoliyatingizda ham omad va zafarlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Mavzuni esa keyingi safar yana ham ochiqlaymiz. Faqat ketib qolish yo'q, ketmaysizlar. Hozir chiroyli bitta qo'shiq bor. Birgalikda tomosha qilamiz, keyin sizlarga ruxsat beramiz. Marhamat. Marhamat. Yoningga borolmadim, yuzingni ko'rolmadim, shunchalar yiroqmisan yor. Atayin qocharmisan, yozgani sevarmisan yor. Yoningga yo'l olmadim, yuzingni ko'rolmadim, shunchalar yiroqmisan yor. Atayin qocharmisan, yozgani sevarmisan yor. Seni men qaydan izlayor, olislarda bo'lsang, dardimni kimga aytay yor. Ey yor, seni men qaydan izlayor,
sensizlikka ko'nayman ayt yana qanchalar chidayman bu umrim yetmasa peshonamga bitmasang netayman yana qancha chidayman sensizlikka ko'nayman ayt yana qanchalar chidayman bu umrim yetmasa peshonam